davom etamiz. Biz d o'zgaruvchiga kelgandik va d o'zgaruvchini ham qayta kodlaymiz. Demak, ko'rish d o'zgaruvchi manda ko'rish o'tkirligingiz bilan muammo. Demak, ko'rishdagi muammo desak bo'lar ekan. Ko'rishdagi muammo. Drop d and rename ko'rishdagi muammo. Все, bizda muammo уже решена. Bizda qayta kodlandi. So'ngra keyingisiga o'tamiz. Encode i bilan ketadi. Va mana faylimda ko'zingizda qichish, qizarish, nimadir bordek tuyulish kuzatilsa nima qilasiz? Buni qisqartirishimiz aslida ilojsiz, chunki asosiy ma'noni chiqarib turibdi. Bu ma'no yo'qolib ketishi umuman mumkin emas, lekin maksimalni qisqartirsa bo'ladi. Xo'p, ko'zingizda achishish, qizarish, nimadir bordek tuyulsa. Tilsa yechim deb bersak, menimcha ошибка bermaydi. Bizda уже invalid var name deb ошибка berdi. Yanada qisqaroq holatda olishimiz kerak bu kodni. Lekin shu joy endi muammo bo'ladi, chunki tibbiyotda qisqartirish aslida ilojsiz. Xo'p, ko'zdagi o'zgarishlar deb bersak bo'ladi. Bu unchalik ham to'g'ri emas, lekin qisqaroq berish kerak. O'zgarishlarda yechim. Endi men dini qayta kodlaganimga endi ошибка berdi. No ладно, hech narsa qilmaydi. Ошибка chiqdi degani osmon uzib yerga tushdi degani emas. Va bizda o'xshadi. Drop aslida tibbiyotda bunaqa qisqartirish umuman noqonuniy ishlardan biri, chunki olib borilayotgan tadqiqot ishi o'zgarib ketadi, lekin maksimalni qisqartirsak bo'ladi. Dagi o'zgarishlarda yechim. Ikki marta yozsangiz ham bo'ladi, copy paste qilsangiz ham bo'ladi. Men yana copy paste qildim, akazivitsa qayta yozilgani, ya'ni ruchnoy yozilgani har tomonlama удобный variant. I o'zgarish kodlandi, keyin F. F manda ketadi. Ko'zingizga agar ko'zingizga dori vositasi zarur bo'lsa nima qilasiz? Xo'p, dori vositasi zarur. Dori vositasi zarur. Ketdik. Drop F ketdik. Rename yana yozish kerak. Men copy paste qilaman. Menda o'zgarishlar hali ko'p. Potom F o'zgaruvchimiz ham kodlandi. Keyingisi G o'zgaruvchimiz. G o'zgaruvchi menda ketadi. Muammoyingizga qanday yechim berilishini xohlardingiz? Buni yozishimiz mumkin. Muammoga yechim. Drop G
rename уже ошибка chiqadi hozir. O'shaning uchun da o'rnida qo'yamiz. Всё, готово. Готово. Encode rus tilida sal aksent qildi degani bu вообще bilmaydi degani emas. Prosta kuchli e'tibor bilan bir narsaga qaralsa, miya charchab qoladi. O'shaning uchun anonsi sal bir hazil bilan miyani dam oldiramiz. Ko'z uchun mo'ljallangan dori vositalarining qaysi jihati sizni qoniqtirmaydi? Ya'ni bu dori vositalarining kamchiliklari. Yana menda uzun bo'lib ketdi, lekin qisqartirishim shart. Va buni men harakat qilaman yana qisqaroq olishga, lekin bunaqa qilib qisqartirish вообще mumkin emas. Endi bo'ldi. Chunki bundan ham katta o'zgaruvchilarimiz bo'ladi va ularni qisqagina yozib qo'ysa, na tadqiqot o'xshaydi, na bir olinadigan tahlil. Serani tibbiyotda odam sog'ligiga ustun turadi. Всё, bu ham bo'ldi. Endi encode I o'zgaruvchi. H o'zgaruvchidan keyin I. Menda I o'zgaruvchi jinsingiz bo'lib turibdi. Bo'ldi. И последний o'zgaruvchi menda J o'zgaruvchi, ya'ni ko'zga yechim. Ideal yechim. O'z ideallik bo'lmaydi, no eng to'g'ri variantdagi yechim olinishi kerak. Muammoga ideal yechim deb bersak, ay o'zgaruvchi menda yo'ligi uchun menda ошибка berdi, no kodni o'zida ошибка bermadi. Hech qachon xato qildim, men уже to'xtab qoldim demaslik kerak. Xatolar bilan odam o'sadi. Xususan menda xato qilish hech narsani o'zgartirib qo'ymaydi. Kelgan joyimni davom etiraman. Всё, men hamma o'zgaruvchilarim qayta kodlandi. Men uni brauzer orqali tekshirib ko'rganimda umuman qizillik bo'lmadi va tabiiyki bu to'liq menda qayta kodlandi. Men dальше foydalanishim uchun bu detail faylimni сохранить qilib qo'yaman. Stata darslari uchun deb. Tak, bugun 23.03.26 o'sha yilga o'zimni yoshartirib yubordim. Ну ладно. Faylimiz formati boya do faylda bo'lsa, endi detail faylimizda bizga aynan detail faylimiz kerak bo'ladi, chunki biz shu orqali tahlillarimizni amalga oshira olamiz. Bizda o'sha vaqtimiz ham tugadi. Endi keyingi videolarimizda do faylga yoki exit faylga kelgungacha bo'lgan holat, ya'ni Google Form jasalishi va uni stataga eksport qilish